Azizlar, assalomu alaykum. Biz Andijondagi Sihat klinikasining urologiya markazidan sizlar bilan aloqaga chiqib turibmiz. Bundan bir necha oy oldin turgan Samarqandlik bemorimiz operatsiya o'tkazgan. Bemor kelgandagi asosiy shikoyati siyolmay qolishi, peshob ajralmay qolganligi, kuchanib siyishga shikoyat qilgan. Bunga sabab esa CD chiqaruv kanalini yopilib qolgani. Mana rentgen tekshiruvda ko'ryapsizlar, kontrast dori jo'natganmiz. Mana dori yarim yo'lda to'xtab qolib, bu yog'iga o'tmayapti. Chunki CD chiqaruv kanali torayib qolgan. Operatsiyadan keyin esa biz bu CD chiqaruv kanalini torayishini bartaraf etdik va hozirgi holati mana. Kontrast dori bemalol o'tyapti, CD chiqaruvni torayishi bartaraf etildi. Bu qanday bo'ldi va bizgacha bemor qayerlarga borib davolangan? Hozir hammasini bemorni o'zi bilan gaplashib ko'ramiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingiz. Yaxshi, rahmat. O'zingiz tanishtirsangiz, qayerdansiz? Men Samarqanddan, ismim Baxtiyor, yoshim 51 yoshga. Shu sidik muammosi bilan ancha yil azob tortib, necha yil yurdingiz aka bu narsada? Bu bilan o'zi bir 20 yildan beri men 20 yildan beri qiynalasiz shu dardda. Necha martalab operatsiyalar bo'lib, shu nima qildik, baribir shu muammo 10 kun, 5 kun yaxshi yuraman, yana shu to'rayish, siyolmaslik, irin ketish, qon ketish. Keyin shu eshitib qoldik shu yerga nimaga internet nimasi bilan ko'rib keldik. Xudo xohlasa mana ko'rdilar, operatsiyalar o'tkazdik. Yaxshi, Xudoga shukr, siyish yaxshi, siyish ham ancha mana bugun 2-3 kun yaxshiman. Ancha yaxshi, rahmat sizlarga, bobur akalarga. Avvalam operatsiya bo'ldim dedingiz. Necha marta operatsiya o'tkazgansiz avval? Aman bir 6-7 marta operatsiyalar bo'lgan. Hozir ya'ni ham tushuntiribroq qilish uchun bemorlarga aytaman. Avval plastik jarrohlik ham o'tkazgan, endoskopik operatsiya ham o'tkazgan 5-6 martalab. Bizga kelgandan keyin nima operatsiya o'tkazildi? Bizga kelgandan keyin Sihat klinikasida urologiya bo'limimizda buqqal uretroplastik operatsiya o'tkazildi. Ya'ni og'izda lunj qismidan terini shilliq qavatini kesib ajratib, shundan CD kanali yasaldi. Shu yasalgan CD kanalni CD chiqaruv kanalida toraygan joyini kesib olib tashlab, sun'iy ravishda ulab chiqildi. Va 40 kun vaqt o'tdi, hozir chandiqlar bitib ketgan va o'zi peshob ajratib ko'rdi va hozirda achishish yoki bo'lmasa CD tutilishi bormi sizda? Yo'q, Xudoga shukr, mana natijasi o'zida bilinib turibdi. Bu tashxis uretra strukturasi deyiladi, ya'ni CD chiqaruv kanali yopilib qolishi. Ko'p insonlar bilmasdan, bu tashxisni aniq bila olmasdan temir tiqib peshob chiqaruv yo'lini kengaytirishga harakat qilishadi. Natijada battar shilib qo'yadi, yallig'lantiradi va u yerlar yopishib ketadi. Bizda esa buni zamonaviy plastik operatsiya yordamida 2-3 soat davom etadigan murakkab operatsiya yordamida shu kungacha davolab kelyapmiz. Shifo topgan bemorlar 3000 dan ortiq va shulardan biri mana Baxtiyor aka o'zi mamnun. Xudo xolasa mana rezultatlari ham zo'r. Hammasida farqi yaqqol bilinib turibdi va o'zida ham bu narsani sezyapti. Ha, rahmat, yaxshi. Bir boshqatdan tug'ilgandek bo'ldim. O'sha oldin kirasiz, yig'laysiz, doddaysiz, sidik chiqmaydi, pampers kiyib yurasiz, bir joyga bora olmaysiz, bir g'alati bo'lib yurardim. Albatta. Hozir mana shunday kirasiz, endi bu nima bo'lsa ham hujjatga hech qanday nima qilmasdan yengil bo'lib chiqasiz. Bu Allohning bir nimasi, rahmat sizlarga. Buni oddiy odamlar tushunmaydi. Buni men azobini 20 yildan beri tortib keldim. Men bilaman buni. Даже o'ylamam notinch, o'zim ham postoyanni temperatura, kasallik shu. Mana Xudo xohlasa mana 40 kundan beri temperatura ham yo'q, Xudoga shukr. Yaxshi, rahmat. Shot topganingiz rozi bo'lsin. Rahmat, bu akalarga yaxshi, ularning jamoasiga rahmat. Sizga rahmat. Shu men xursand, rahmat aka. Azizlar, agar sizlarda ham xuddi shunday shikoyatlar bo'lsa, siyishda muammo bo'lsa, CD tutilib qolayotgan bo'lsa, kuchanib siyayotgan bo'lsangiz yoki CD chiqishi qiyin bo'layotgan bo'lsa, sizga shifokorlar uretra strukturasi, CD chiqaruv kanalini torayish tashxis qo'ygan bo'lsa, bizga kommentariyada yozinglar, savollar to'g'ri yozinglar, hammasiga javob beramiz. Kerak bo'lsa telefon raqamlarini ham qoldiramiz, qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.